Assalomu alaykum, hurmatli va aziz muhtaram Ergash ota xususiy tibbiyot markazini ixlosmandlari, qadrli va qadri baland ixlosmandlarimiz. Tibbiyot markazimiz faoliyatiga 33 yil bo'lyapti. Asosan tabiiy yo'nalish bo'yicha davolaymiz. Giyohlar bilan, malhamlar bilan parhez yo'nalishida buyuk bobolarimiz 9-10 asrda yashab o'tgan, butun dunyo tan olgan, hattoki Yevropada Avitsina deyilgan, O'rta Osiyoda donishmandlarning donishmandi deya nomlangan Aboli ibn Sino bobomiz o'sha davrlarda insonlarda tabiiy yo'nalishda giyohlar bilan, malhamlar bilan davolangan. Qolaversa biz shifokorlar buyuk bobomizni davomchisi sifatida bir vaqt o'zida bir yo'nalishda bir necha o'nlab a'zolardagi yuzlab xastaliklarni operatsiyasiz davolash hisobiga mana qariyb 33 yildir mumkin yuzlab minglab ixlosmandlarimiz bor. Nafaqat serquyosh O'zbekistonimiz, ona diyorimiz, balki hamdo'stlik mamlakatlardan, Yevropa deymizmi, O'rta Osiyo deymizmi, hattoki Esengi davlatlardan qancha yuzlab insonlar dardiga shifo topib ketyapti. Bunda asosan qon tomirlarini tozalaymiz, limfa sistemalarida, bo'g'inlarda, og'iz bo'shlig'idan to'g'richakkacha bo'lgan masofadagi butun zaharli zararli hidlarni operatsiyasiz tiqsiz davolaymiz. Hozirgi kunda o'ta zamonaviy bir vaqt o'zida tabiiy yo'nalish va zamonaviy apparatlardan foydalanib diagnostika markazlarimiz mavjud va ish faoliyati davom ettiryapti. Bunda asosan MRT 1.5 testi Janubiy Koreyani apparati mavjud. Bundan tashqari MRT 3 multispiral kompyuter tomografiya 128 Xitoy Xalq Demokratik Respublikasiniki, hattoki yaqinda qo'ygan apparatimiz Yaponiyaniki multispiral kompyuter tomografiya 256. Bundan tashqari klinik laboratoriya, bioximiyalar mavjud, ish faoliyatini davom ettiryapti. Bundan tashqari Yaponiyaning Aplio 500 markali ultrazvuk Doppler o'sha ichki a'zolarda, parexematoz a'zolarda, buyrak sistemasi deymiz va hokazo yo'nalishda davom etyapti. Bizni eng asosiy yo'nalishimiz kasallikni oldini olish, nafaqat kasallik davolash, oldini olish va uni bartaraf qilish. Hattoki o'sha bir vaqt o'zida bir yo'nalishda bir necha o'nlab xastaliklarni, o'sma xastaliklarni oldini olamiz, semizlik xastaliklarni oldini olamiz. Hattoki gipertoniya xastaliklari oldini olinadi. Semirib ketishdi, ozg'inlikda, hattoki hozir dunyo miqyosida muammo bo'lib turgan qandli diabet xastaliklarini ham oldini olish imkoniyatlari mujassam. Moddiy ma'naviy tomondan qiynalgan afg'on xalqlar uchun mana shu tibbiyot markazimizda juda past narxlarda butun ichki muhitni tozalaymiz. Shular hisobiga qancha xastaliklarni oldi olingan bo'ladi. Yana kelajakda niyatlarimiz bor. Xudo xolasa mana ayollarimiz orasida ko'plab o'sha onkolog kasallarni oldini olish va oldindan tashxis qo'yish yo'nalishi bo'yicha kolposkop apparatlarini ishga tushirish, bundan tashqari mammografiya apparatlarini Xudo xolasa yangi yilgacha tushiramiz degan umiddamiz. Mana 7 qavatli shifoxonamiz qurilish jarayoni davom etyapti. Yaqin kelajakda ochilish arafasida turibdi. Endi bizda asosan nafaqat tabiiy yo'nalish, o'ta zamonaviy fizioterapiya apparatlari, nogabis deymizmi, steragem deymizmi, yoki mana o'mirtqasida muammosi bor, grijasi bor, churrasi borlar uchun traksion karvat deymizmi, buninki bunaqa apparatlar ham hozirgi kunda mavjud ishlayapti. Kelajakda o'sha har tomonlama yorug', shinam, baland, har bir xonaning ichida hojatxonalar bo'lgan, issiq suv, sovuq suv, o'tirishga stol, shu bemorlar uchun hamma sharoitlar yaratilib, qolaversa o'sha fizioterapiya deymizmi, massaj deymizmi, qolash muolajalari yoki har bir fizioterapiyalar uchun o'ta zamonaviy bino quryapmiz. Eng yuqori sifatli darajada muolajalar qabul qilishga imkoniyatlar yaratilish arafasida turibdi. Biz eng asosiy yagona maqsadimiz inson salomatligini mustahkam qilish, profilak oldini olish yo'nalishi bo'yicha faoliyat ko'rsatib kelyapmiz. Muhtaram yurtboshimiz imkoniyatlar eshigini keng ochib berdi. Albatta cheksiz minnatdorchilik bildiramiz viloyat hokimligiga, Iltijo Bo'taevga, shahar hokimiga, tuman hokimlariga, rahbariyatlarga bo'lgan hurmatimiz, mehrimiz, sadoqatimiz cheki yo'q. Buni zaminida shu eng asosiy shu elimizga, xalqimizga, hamdo'st mamlakatlarga qilayotgan mehnatimizni ham samarasi deb bilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.